Do'stlar, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Do'stlar, yaxshimisizlar? Nima gaplar? Yana biz o'sha Tigrit va Refakt. Tigrit uxlayapti. Nima bu? Tezda Tigritga aytish kerak. Tigrit. Nima bo'lyapti? Qayerda qanaqadir bino paydo bo'lib qopti. Kecha menga Amerikadan xo'jayinimiz telefon qiluvdi-da. Sengami? Menga. Senga qilsa o'chigiydi ekan. Shuning uchun sen menga qildi. Bitta biznesmen odam ashadda quldiryapti ekan. Ishchilarni qarachi o'shalar charchab qolgani uchun ketorishibdi. Va do'stlar, sen e'tiro etmaysanmi? Qachon qurib ketishdi buni? Mumkin sen boshqa yerga ketuvding-ku. Shu kuni ketishuvdi. Orqa taraflarini qilishyapti-da. Sen shuning uchun ko'rmading. Yur. Aytgancha axir obunachilar bilan salomlashmadik-ku. Do'stlar, tanigan bo'lsanglar, o'sha biz Refakt va Tigrit o'tgan videoda ko'rgan bo'lsanglar kerak, tepa burchaklarda turibdi o'sha video va nihoyat ikkinchi qismi chiqdi. Kutinglar degandik va chiqdi. Da. Telegram kanalga va Instagram kanalga obuna bo'linglar. Like va obuna bo'lishni unutmanglar, obunachilar. Axir biz sizlar uchun o'rayotgan holimda men sizlar uchun video olyapman. Ana u kiyimlar kiyib chiqaylik. Mana o'sha tanish ishxonamiz. Men maytga qo'yib ketdim. Men ham kiyinyapman. Tanigan bo'lsanglar keling, o'sha ish kiyimlarimiz. Tigrit bo'ldimi? Ketdi. Borib ko'rish. Nimalar bor ekan? Kirkam o'zimda bor. Mendami? Yur. Hozir to'lik yorkala. Chiqo, tezroq bo'l. Borish kerak nariyoqqa. Hozir. Do'stlar, nimalar bor ekan yerda? Bo'ldi, maki kirkamiz ham oldim. Menikini ham oldingmi? Tez chiqibsanmi odatdagida? Endi shoshilinchda. Chiqo. Bittulardan oshnam bo'lmagan endi. Ketdi, yur tezroq. Shatdan olish kerak-ku chiqishga. Bu hammasi endi bu qurilish bloklarni olmadi-ku. Oldingmi? Yo'q, temirim bor xolos. Yer ketdi. Jinni. Sen bilasanmi, o'tga yarmi o'zi deganki narsa ketgan ekan. Yarmidan olishaverdi. Qayga tushib ketdi? Blokim yo'q ekan, lapatkam bu, lapatam qani? Lapatam ham yo'q ekan. Qo'lingda sindirib ketaverdi. Meni temir kirkam bor, deydi-yu. Do'stlar, Tigritga ozroq hazil. Tigritni kutamiz. Qachon keladi u? Tigrit, kelyapsanmi? Yo'q, kelmayapman, kechga tushyapti. Bir kun bo'ldi kirib ketganingga. Chiqo. O'zi ketish turgan bo'lsa, albatta turgan bo'lsa. Nima bu? Uxla. Sen nima hazil qilmoqchisan? Uxla. Yo'q, uxlamayman. Uxlayotgan holidan gapiradi. Uxlamayapman-da, shuning uchun. Bizni shebamizdan bilgan bo'lsanglar, biz Andijondamiz.
Anjon Sheba har kimga emas lekin. Qayerdan kuzatayotganingizni kommentariyalarda yozib keting. Qani bizni kimlar kuzatar ekan? Bu gapim bilan men Andijonni maqtamoqchi emasman. Hamma viloyatlar ham teng. Uxla. Yorug' tushdi. Tezroq do'stlar. Hazilni qilish kerak. Turdim, lekin yana uxlagim kelyapti. Onasini dedim, nima qilyapti? Hozir zildiga keldi. Tikaman notaman qarab turinglar. Qani? Yepti. Qoch. Demak, Tezroq boraylik. Bo'ldi, otma. To'g'ri. Sen birinchi boshlading. Hazilda endi. O qalani qara. O qanaqadir taxtacha. 3 stak olmos. Nima bu? Narximi shunday hozir? Shu yer 3 stak olmos turami? Voy. Insofsizlar. Hazil bu. Sen otdingmi? Voy. Hayır, bir. Olmos bormi? Olmos. Meniki uyda qolib ketibdi. Olmos. Hozir emas, birinchi bitki solaylik. Nima sotiladimi? 3 olmosga. 3 olmos emas, 3 stak olmos. Stakmi? Qarichi. 3 olmosga bo'lsa, talashib ketadi. Otni terisi bor-ku. Shu narsa yaxshi narsa, kiyimlar qilsa bo'ladi. Sen meni urding, oshnangni urding. İnsonsiz. Yep, işte yotoqda. Seniki emasmi Tigrit mabodo? Yo, jitilladiki. Demak, seniki, ha? Men jitilman. Yo, endi. Vo, minora. Chiqib bo'lmaydi ekan-ku. Davay, deb hozir bitta narsa o'ylayman. Bizni oramizda barsachilar ko'pmikan yo, realchilarmi? Davay, barsachilar har doimdek kommentarlarni yoraverasizlar-ku, ha? Davay. Endi bizni ham davrimiz kelar. Agar obunachilar bo'lib sizlar uchun agar mana shu videomizni 30 yoki 50 ta obunachi kelsa, keyin bu videomiz 60 ta shunaqa like yuksa, men sizlarga yetiniga va'da beraman. Real Madrid deyman. Agar deya olmasam Hala Madrid. Xullas. Ish qilaylik. Bo'ldi, davay. Xullas do'stlar, biz qurishni boshladik. Mana Tigrit boshlab bordi. A few moments later. Do'stlar, esinglarda bo'lsa, birinchi qismda, shu videoda birinchi qismida biz bunkerdan boyib ketib, bunker topib olib, u yerdan boyib ketib, ko'pgina olmos, temirli bo'lgandik. Shu temirlarga biz mana shu qal'ani sotib olmoqchimiz. Temir, olmos, ashnaqalarga. Sotib olaylikmikan? Sotib olmaylikmikan? Sotib olsak bo'laveradi, Tigrit. Obunachilardan so'rab ko'raylik. Obunachilar yozguncha uyda yashaymizmi? Da endi 3-qismi ham bo'lishi kerak bo'lmasa. Va do'stlar, shu yerda aytib o'taman. 3-qismini xohlasangiz kommentariyalarda yozinglar yoki 3-qism bo'lsin yoki bo'lmasin. Shunday yozib qo'yinglar. 3-qism bo'lmasligi ham mumkin. Agar sizlar bizga like bosmasanglar. Yey, men qanday kiraman? O'ltirdingmi? Ochib beraymi? Qayerdan ochasan? Bo'ldi, kerak emas. Kirgan bor-ku. Bilaman. Aldasan, kasardor. Rasa uxlarding ekan, mashitlarda. Yer bilay. Men axir eslamaganman.
Ha. Bo'pti-da. Uydan pulni olib keldingmi? Yo, olib kelmadim. Olib keldim. Ha. Bitta ursamda. Ne? Ber. To'xta, men ishlarim bor edi. Hozir 1 minutga borib kelaverman. Ha, bor. Videosi to'xtatasiz. Biz bu pullarni merga berish kerak ekan. Merga berib kelaman ham, tigrit berib kelmaydi ham. Haq qachi? Urmasam, sen urdim. Teshib chiqsin. Usham teshib chiqamanmi? Mer qayda edi, mer? Mer. Merni o'ldiramiz. Mer. Eshigi uyda. Kambag'al bo'lmaydi. Ha. Voy, mana. Merni xursand qilamiz ekanda. Assalomu alaykum. Ha, mer tog'a, nima gaplar? Bo'laptimi? Charchamay, me. Mana sotib oldik. Qaraydi, bu nima yapti? Me, xullas, sotib oldik, domimizga o'tkazib bering. Boshimga. Ha, bo'pti ketdi, biz berdik. Uxla. Ha, boray. Berib qo'ydi, endi bizniki. Avolaman deb xomtomon bo'lmanglar yana. İşte sazım çürük etti. Ha, bo'laveradi. Ben nerede öldürüyordum geliyor. Mana o'sha qimmatbaho plus. Oşuna bugün seninki Florence Bitta divan bor bizda. var akki. Nimani olib kela? Divan ki. O'zing olib kel. Ben gözüm kokama. Ha, o'zing olib kel. Divanın kopyası tuttu şu an. Tigrit qani? Menikida uxlayman deyapti o'diyu. Tigrit. Ha, alo. Ya yonmasdan qayoqqa bor? Ya o'ldi. Sirli bunkerga yana bir borib ko'raylik. Ama kaçıptır. Çiyemem mi? Kishi. Bu ana. Kimman? Ben Meryem'cim ha. Yurtchi. Ketdi. O'sha sirli hammaga tanish bo'lgan bunker. İşte. O'sha bu yerda nima bo'lganlarni ko'pchilik bilsa kerak, bilmaganlar birinchi qismni boshqatdan ko'rib, Ben birinchi baho berib, keyin bu videoni ko'rishni tavsiya qilaman. Zombi. Voy! Zombi bosib ketibdi. Voy, qoch. Zombilar bosqini. Böyle zombi boss. Bitta xolosmi? Yok. Dıkınca Qancha? çıkma. Voy, o'ldiramizmi? Pek. Köp Bu yoqqa yapış. Voy! Çık. Zombilar bosqini. Kaçıp dur. Cho'sh. Tosh. Kaçıp durma otama. Voy, zombi men bilan birga chiqyapti. Ikkita zombi tepada. Ben öldürüyapman, sen menga yordam bermayapsan. To'xta, eshikda ham bor ekan. Balet, yomon ko'rganim. O'ldi. No yeshiri, no. O'sha mashhur joylar To'xtab tur, yana bo'lishi ham mumkin. qayerda? Bilmadim. Balkim aytdi. Bor ekan. Qani? Kallasi. Qisilib qoldi. Qani? Voy, Uzra, jigarim. o'ldi. Bu sandiqlarda hech narsa yo'q, tekshirib ko'ringlar demanglar. Va biz yangi videoda yangi qalali bo'ldik va zombilar bosqiniga uchradik. Va bu zombilar yana qaytib qishloqqa hujum qilishi ham mumkin. Xayr do'stlar, yaxshi qolinglar. Bye.